Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Al-akibetil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ashabi ajmain amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli Azizrahmon kanalining kuzatuvchi muxlislarimiz, obunachilarimiz. Mana bir qancha vaqtlardan beri efir qilmay sizlarni sog'inib qolib, sizlar bilan bir chiroyli bugun suhbat qilgani efirga chiqdim. Vaqt yetmay qorong'iroq bo'lib qoldi, operatsiyalarimiz shunday kelib qoldi. Shunday bo'lsa ham ozgina shu kun mavzulari haqida, hammani qulog'iga bo'lib kutilayotgan mavzular haqida, ya'ni bir hammamizga xushxabar mavzu haqida va keyingisi noxush vaziyatda hammani diqqatini ortayotgan mavzular haqida ozgina suhbatlashamiz. Albatta, yaxshidan boshlaymiz. Yaxshisi, mana biz O'zbekiston Respublikasini futbol terma komandasi jahon chempionatiga chiqqanligini hammamiz xabarimiz bor. Mana kecha 18-iyun kuni ertalabda o'sha Meksikadagi mashhur o'sha bir necha marta jahon chempionati o'tkazilgan Atletik stadionida o'zini birinchi o'yinini o'tkazdi. O'yinda hammamiz ko'rdik, kuzatdik. Hamma har xil gapiryapti, ko'pchilik negativ gapiryapti. Lekin men boshqacha gapirmoqchiman. Men nihoyatda xursand bo'ldim. Duodaman o'sha nabiralarimizga juda ham bir chiroyli g'ayrat, shijoat ko'rsatib, qo'llaridan kelgancha o'ynadim. Endi bu yerda bitta tarixiy voqea bo'ldi. Buni o'zi ham bilmaydi nima ish qilib qo'yganini. Abbos degan yigitcha bor, nevara. O'zi bilmagan holda boshi bilan gol urib qo'ydi. Shunday bir harakatda borib turib. Endi buni o'zi bilmagan deganimda urug'i bor sayda. Bu gol tarixda 100 yillar, kerak bo'lsa 1000 yillar tarixda qoladi. Birinchi golda. Mana aytaylik, birinchi kosmonavt Yuriy Alekseevich Gagarin. Nechta kosmonavt bor dunyoda? 100lab hozir. Lekin Gagarin bor yo'g'i 2 soat uchib tushgan Gagarinni gapiramiz. Qolganlar 1 yillab yursa ham ular bilan ishimiz yo'q. Qahramon Gagarin birinchida bu kosmosga. Bizni o'sha samoga birinchi yo'l ochgan bizning qarzdorimiz shu Abbos Fazliyev, rahmat o'g'lim senga. Sen o'zing ham bilmaysan, hali tarixda sen qahramon bo'lib tillarga olinasan. Ya'ni bizni davr, seni davring o'tgandan keyin keyingi 100 yilliklarda ham seni hamma chirog'i eslab, hamma esda shunday bir haqing yaxshi gaplar gapiriladi. O'yin masalasiga keladigan bo'lsak, men futbol mutaxassisi emasman. Futbolni tushuna olmayman, lekin yuragim bilan xalqimga, o'sha o'zimni o'zbek futboliga yuragimdan uxlamay nechta bo'lsa ham ko'rib ishqibozlik qilaman. Buni sababini so'rasalaring, sababi ancha paytlarga bo'ladi. Mana shu 80-yillar paytida men turistik sayohat bilan Chexoslovakiyaga borgan edim. Borganimda bir olim odam bilan o'sha kafeda bitta qanday ishim o'tirib suhbatlashib qoldik rus tilida. U ingliz tilida gapirib tushunmadim. Rus tilida tuzukina gapirdilar ekan. Kimsan, qayerdan kelding, millating nima degan savolni qo'yganda bizga bu yerda instruksiya berib ekan. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi. Sen Pokiston dedi. Yo'q, O'zbekiston, sen Afg'oniston. O'zbekistonni bilmadi umuman. Keyin bu odam olim odam ekan menga. Sen o'zingni buyuk shaxslaring o'tganmi, avlodlaring dedi. Men aytdim, polkovod Samir Temur dedim. Keyin Ibn Sinoni gapirdim, Beruniyni, Parvoniylarni gapirsam, bu bilar ekan, tarixni yaxshi bilar ekan. Qaytadan qo'l berib so'rashib berganga, sen kimligingni endi bildim. Lekin ularni o'zbek demagan o'sha paytda. Mana shuni uchun biz mana shu futbolni ko'ramiz. O'zbek tilida hozir ham mana ko'pchilik O'zbekiston deganda o'zbek degan xalqni bilmaydi. Mana endi butun dunyo bilyapti. Shu Abbos orqali, shu o'zbek futboli orqali, o'zbek sporti orqali butun O'zbekistonda hammasi bilyapti. Buni qancha gapirsak, qancha quvonsak, buni bizni yoshimizda yashaganlardan boshqalar tushunmaydi. Bunaqa ali turg'unlik yoki musabid davrda yashab, millatingning nomini aytmaysan, o'zbekman demaysan degan bosimlarga uchramagan ular. Biz uchraganimiz, ko'rganimiz, quvonganimizdan shu yoshimizda biz duo qilamiz. To'g'ri, biz uchu birga garchi
yengilgan bo'lsak ham biz kim bilan o'ynadik? Bunga ham bir nazar tashlang. Kolumbiya haqida biroz bilganlardan. Hozir ham sportga begona emasman, tomosha qilamiz 94-yilda aynan hozirgi shu Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-Yorkda bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Kolumbiya o'yinida Andres Escobar degan yigit yarim himoyachi tasodifan o'ziga gol urib qo'yadi. Gol urib qo'yadi, gruppadan chiqolmay ketgandan keyin bir haftacha uyda dam olib, kafega chiqib nima bo'lganligini haqida gapiraman deganda kallasiga 6 ta o'q otib, mana gol, mana senga gol urish deb o'ldirib yuboradi. Chunki yerda futbol katta mafiya. Pablo Escobarni hamma eshitgan. Milliard dollarlar shu futbol orqali ham aylanadi. Endi yana qanaqa yo'llari bilmayman. Qisqasi biz o'shanday komandaga shunday bir shijoat ko'rsatib o'ynadik. Rahmat yigitlar. Keyingi o'yin 21-iyun kuni 21:50 da biz Portugaliya, ya'ni o'sha mashhur Ronaldoning komandasi bilan o'ynaymiz. Inshaalloh maydon keng, do'q tomaloq, maktabdan futbol tushunmayman, umid qilaman xolos. Men shu o'yindan bitta umid qilib turibman. Mana shu yerda endi Abduqodir bir shijoat ko'rsatib, himoyachi shu ham bitta gol urib bergan deydi. Sizlar nima deysizlar? Xursand bo'larmidlaring? Albatta hali ko'p gollar bo'lamiz. Abbos o'zdan ham, Eldordan ham ko'p hali gol uradigan o'yinchilarimiz. Endi oxirgisi 28-yilda mana Kongoni eski Zaire komandasini kuchsiz deyishyapti. Yo'q, menimcha o'sha Zaire qobil qolganlarga ham, Portugaliyaga ham, nimaga ham, Kolumbiyaga ham Zaire qobilroq bu. Bular qaytmaydigan bolalar bular. Juda bir charchashni bilmaydigan ekan. Men ko'rdim o'yinini. Endi o'yinlarni kuzatganda men ko'rdim mana Ispaniyani ham, ana Cabo Verde komandasini 90 minut, 100 minutda hech nima qila olmadi. Shunday bosim qilganda ham o'yin to'rmizlab qo'ysa bo'lar ekan. Qisqasi omad tilaymiz. O'sha 21-iyul kuni yaxshi niyat qilib qolamiz. Endi ikkinchi masala gapirmoqchi vaqtimda shuni. Deyarli to'liq ko'rmadim ham. Men ko'rib turib tanimadim. Mana u Toshkentda pivo festivalida Amerika Qo'shma Shtatlarining bir shtatida o'tkazilyaptimikin deb o'yladim. Notanish odamlar, notanish fe'l-atvorlar, qiliqlar o'sha yerda hali pivani ichib, keyin undan keyin Samarqandda ko'pik festivalida bo'ldi. Kimga kerak shu narsalar? Shuni ham yoqlaydiganlar bizni nahotki shu katta yuqori lavozimda o'tirgan odamlarimiz bo'lsa. Bu bizning xalqimizga oriyat, uyat. Menga shaxsan shunday narsalar kerak emas. Bizni millatimizga, elimizga yot narsalar. Bu birinchi marta bo'lmayapti ekan. 3-4 marta bo'lyapti ekan. Men O'zbekiston Respublikasi o'sha Madaniyat vazirligidan, deputatlarimizdan shu masalani bir ko'rib chiqishni iltimos qilib qo'yardim. Bizni millatimizga, elimizga, mentalitetimiz to'g'ri kelmaydigan shu narsalar bo'lmasin. Meni fikrim, boshqalardan nomini aytolmayman. Shu pivo festivali, ko'pik festivali bizga keragi yo'q. Hozircha endi qisqacha fikrlarim shu. Keyin yana nasib qilsa efirlardan, futbollardan keyingi gaplarni tasdiqlashni uchrashib qolamiz. Omonlikda uchrashguncha salomat bo'linglar.